Tramp AQShning NATOdan chiqishini jiddiy o'ylayotganini aytdi. AQSh prezidenti Donald Tramp alyans mamlakatlari Eronga qarshi urushga qo'shilmagani sababli mamlakatning NATOdan chiqishi haqida jiddiy o'ylayotganini aytdi. Bu haqda u The Telegraph nashriga bergan intervyusida so'z ochdi. NATO menga hech qachon ta'sir o'tkazmagan. Men ularning qog'oz yo'lbarslar ekanini doim bilganman va aytgancha Putin ham buni biladi, deydi Tramp. AQSh prezidenti ittifoqchilar tomonidan yordam berilmaganiga ishonish qiyin bo'lganini aytgan. U shunchaki "hey" deb qo'yganini va ularning ishtirokini qattiq talab qilmaganini qayd etgan. Trampning fikricha NATO davlatlari urushda avtomatik ravishda ishtirok etishlari kerak edi. Biz hamma joyda, jumladan Ukrainada ham avtomatik ravishda bor edik. Ukraina bizning muammomiz emas edi. Bu sinov edi va biz ularning yonida bo'ldik, ammo ular bilan birga bo'lardik. Ular esa biz bilan birga bo'lishmadi, deya qo'shimcha qildi u.